Assalomu alaykum. Mana grijani operatsiyasiz davolash bo'yicha yana bitta zo'r natijamiz. Bemor bizga avgust oyida murojaat qilganlar. L4, L5 sohasida 17 mm gacha oqib chiqqan katta grija bilan murojaat qilganlar. Bizdan oldin ular juda ham ko'p joyda lecheniya olganlar va bizga kelganda asosiy shikoyatlari shu belni tik tuta olmaslik, oyoq orqasidan tortib og'riydigan kuchli og'riqlar, qadam bosgandek kuchli og'riqlar bilan murojaat qilganlar va aytuvdilar, ko'p lecheniya oldim, lekin natija bo'lmadi. Rostdan ham operatsiyasiz davolasa bo'ladimi dedilar. Mana biz ularni ikkita kurs davomida davoladik. Xudo xolasa yana bitta kurslari qolgan. Ikkita kursdan keyingi natija mana L4, L5 sohasida 5 mm gacha grija so'rilgan. Boyagi 17 mm gacha oqib chiqqan grija 5 mm gacha rezortsiya bo'lgan. Bu juda ham chiroyli natija. Hozir sizlarga mana kompyuterdagi MRT variantlarini ham ko'rsatamiz. Mana bemorni bizga murojaat qilgan holatdagi MRTlari ko'rishingiz mumkin. Mana L4, L5 sohasida katta grija bor. Mana bu grijani oqib chiqqani hisoblanadi. Ya'ni sekvestrированный grija уже bu. 17 mm migratsiya qilgan. Mana shuni o'lchasak, hozir 17 mm chiqadi. Mana qog'ozda ham bor. Mana bu esa aksialniy razrezdagi uni ko'rinishi, tepadan ko'rinishi. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu sal qisqaroq o'lchadim. 11 mm grija. Biza ularni ikkita kursdan keyingi muolajamizning natijasi mana. Xuddi o'sha bemor, mana ism familiyaga qarashingiz mumkin. Qaysi klinikada qilgani, sanasi mana L4, L5 sohada mana ko'rishingiz mumkin, grija почти yo'q. Почти yo'q mana. Sekvestratsiya yo'q, boyagi oqib chiqqan qora grija yo'q уже. Endi buni aksialniy razrezdan ko'ramiz, ya'ni tepasidan ko'ramiz. Mana L4, L5 sohasida 5 mm gina qolgan. Hali bularning yana bitta kursi bor. Undan keyin уже ancha bu ham yo'qolib ketadi, xudo xolasa. L4, L5 sohasida boyagi oqib chiqqan grija yo'q. Ism familiyalar hammasi bor. Muzaffar aka, o'zingiz bitta kelgan holingizni aytib bering. Assalomu alaykum hammaga. Mana avvalambor rahmat. Mana shu iyul oyida shu MRTni qildirganman, haqiqatan 11 mm degan diagnoz qo'yganman. Lekin 11 mm в глубину sekvestratsiya, ya'ni oqib chiqishi 17 mm gacha. 17 mm. O'shanda Toshkent shahrida bormagan joyim qolmadi. Aytdim-ku, hamma joyga lecheniya qildirdim. Doktorlarga bordim, xirurglarga ham bordim. Hamma operatsiya oxirgi tochka 11 dan keyin operatsiya deyishganda, mana Xudoga shukr, bu yerda avgust oyida keldim sizga. Avgust oyida lecheniya qildik, mana yaxshi, ancha. Faqat bu yerda yaxshi ekan, dorisiz, faqat fizioterapiya bilan lecheniya ekan. Nimaga ham borganman? Xirurgga, neyroxirurgga javob berdi, neyropatolog boring operatsiya qiladi, operatsiyagacha palon dorilar olib turing, vaqtincha degan. Nechta blokada olgansiz o'pshi? Dori-darmon ta'sir qilmagandan keyin? Dori-darmon oxirida bu yerga kelishdan oldin, sizga kelishdan oldin 3 ta blokada oldim. Xirurg blokada qildi, u blokada ham ta'sir qilgani yo'q. O'sha paytda bir soat ham tezdim u yog'iga. Yana oyoq bermadi, qo'ymadi, umuman bostirmadi. Keyin sizga avgust oyida kelganda ham boshda sizga nima qildim-ku? Og'riq qolsa qilamiz, lecheniya qilamiz deb. Mana rahmat shunchalik. Mana yaqinda mana ikkita kurs lecheniya oldim. Mana ikkinchisi mana birinchisida 11 bo'lsa, mana ikkinchisida 5 mm. O'zim ham xursandman. Shu operatsiya shunaqa bo'lganimga. Og'riqlar qoldi hammasi. Yaxshi, buncha rahmat. Shu klinikaga kelganda o'sha yerdan 10 metr yura olmasdim. Keyin o'tirib qoladi, o'tiradi. Mana bemor. Mana yurishlarini ko'ryapsiz bemorni. Bemor. Mana bemor o'tirib turib, bemor oldinlari mana 10 metrga o'tirib qoladi. Sizlar ancha tushishga qiynalardingiz. Biz ana raqam guvohlarchi bo'ldi. Hammasini ko'rib, zinaga chiqishga 3 marta to'xtab turamiz. Xudoga shukr, rahmat. Agar siz ham grijani operatsiyasiz davolamoqchi bo'lsangiz va bundan oldingi ko'plab muolajalaringiz sizga foyda bermagan bo'lsa, unda bizning klinikaga murojaat qilishingiz mumkin. Xudo xolasa ushbu disk churrasi, ya'ni umurtqa grijasidan operatsiyasiz shifo topishingizga yordam beramiz. Mana Muzaffar aka buni yaqqol isboti. Boshqalarga tavsiya berasizmi? Tavsiya beramiz. Bu men o'zim sizga birinchi kelganimda o'zim haqiqatan ishonmadim. Men 10 kun lecheniya oldim. 10 kundan keyin og'riqlar shu yerda sekin qolib boshladi.
15 kun ichida siz aytgandek 15 kundan keyin to'liq og'riqlar qoldi-da. Shuncha Ikkinchi kursga уже og'riqsiz keldingiz a? ikkinchi kursga o'zim oyog'im bilan kelib o'zim qatnab oldim. Yotganim birinchi kurs to'g'ri yotib oldim. Ikkinchi kursda qatnab oldim mana o'zim kelib, bemalol yurib kelib oldim. Umurtqa grijlaridan charchab ketgan bo'lsangiz, siz ham Muzaffar akaga o'xshab yaxshi natijaga erishmoqchi bo'lsangiz, bizning klinikamizga murojaat qiling va biz sizga yordam beramiz. Tavsiya beraman shu yerga kelib lechini olishga, aviatsiyani popiliga.